Noqonuniy egallab olingan yerlarda endi qonuniylashtirib olishlar mumkin. 9-yanvardan fevral oyining oxirigacha kadastr agentligi tomonidan xatlov ishlari boshlab yuborilgan. Bu kim uchun kerak? Menimcha har bir xonadon uchun kerak. Sababi hamma uylarda deyarli kadastrdan keyingi qurilgan binolar yoki qo'shib olingan yerlar bor. Xuddi shu yerlarda endi qonuniylashtirib dokument qo'yishlari mumkin. Agar siz fevral oyining oxirigacha ulgurib qolmaydigan bo'lsangiz, sizga keyin anchagina qimmatga tushishi mumkin. Akalar, 2100 dan ortiq mahallada bu ishlar olib borilyapti. Sizlar ham ulgurib qolinglar. Kimga murojaat qilasizlar? O'zingizlarda mahallalarda kadastr uchun ajratilgan xodimlar bor yoki bo'lmasa kadastr agentligiga murojaat qiladigan bo'lsanglar, sizlarga yordam berishadi. Shu videomizni har bir tanishingizga jo'natib qo'yinglar, sababi ulgurib qolmasa keyinchalik qimmatga tushishi mumkin. Xo'p, birinchidan xatlov yanvarda emas, 2024-yil noyabr oyida boshlangan va hozirgi kunda ham davom etyapti. Ikkinchidan, xatlov 2028-yil 1-yanvargacha o'tkazilishi belgilangan. Hech qanaqangi fevral oxirigacha ulgurmay qolsangiz, qimmatga tushasiz degan masala yo'q. Uchinchidan, xatlovda hech qayerga murojaat qilinmaydi. Kadastr agentligiga ham, uni tizim tashkilotlariga ham, mahalla raislariga ham hech qayerga murojaat qilinmaydi. Davlat xizmatlari markaziga ham, hokimiyatga ham. Odamlarni unaqa chalg'itish kerak emas. Xatlov nomi bilan xatlov. Mahallama-mahalla, uyma-uy yurib xatlov o'tkaziladi. Birorta odamning uyi qolib ketmaydi. Hammani uyi xatlovdan o'tkaziladi. Va oxirgi masala, do'stim va mana shu yigitga o'xshagan boshqa insonlar qonunni yaxshilab o'qinglar, ichiga kiringlar, masalani bilinglar. Undan keyin chiqib jamoatchilikka axborot beringlar. Yolg'on axborot tarqatish qonunchilikda ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi, o'rtoqlar. Shuning uchun berayotgan axborotingizni yaxshilab tekshirib, o'rganib, ana undan keyin e'lon qilishni so'rab qolamiz. Salomat bo'ling.